Davom etamiz. Jizzax shahar madaniyat bo'limi tasarrufidagi madaniyat markazlari qoshida faoliyat yuritayotgan xalq havaskorlik jamoalarining hisobot konsertlari bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Mazkur hisobot konsertida Jizzax shahar 3-son madaniyat markazi qoshida tashkil etilgan Rayhon folklor etnografik xalq ansambli o'zining boy va mazmunli dasturi bilan ishtirok etdi. Tadbir davomida jamoa a'zolari tomonidan o'zbek xalqining milliy qadriyatlari, urf-odat va an'analarini aks ettiruvchi sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Shuningdek, milliy ruhdagi qo'shiq va kuylar jonli ijro etilib, tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashildi. Konsert dasturi davomida milliy xalq qo'shiqlari va milliy raqslar bilan davom etib, xonandalar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar tadbirga o'zgacha fayz bag'ishladi. Ushbu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad o'zbek xalqining boy milliy merosi, urf-odat va an'analarni keng targ'ib etish, ularni asrab-avaylash hamda yosh avlod qalbiga milliy qadriyatlarga hurmat va sadoqat tuyg'ularini singdirishdan iboratdir. Tadbir yakunida barcha ishtirokchilar va tomoshabinlar milliy raqslar ostida birgalikda raqsga tushib, bayram kayfiyatini his etdilar. Bu hisobotga tayyorgarlik ko'rdik. Mana qancha kun issig'i bo'lmasdan o'sha yosh katta onaxonlar, hammalar 70 yoshdan oshgan. Mana bugun chiroyli qatnashib berdi. Juda ham yaxshi o'tdi. Repertuarlarimiz o'sha xalqdan olingan, qo'shiqlarimiz xalqdan olingan. Biz xalq tilidan olib, shu og'zaki ijoddan olib, shu ijro etamiz. Buni juda ham xalq sevib tomosha qilishadi, eshitishadi. Xalqni ichidan olingan o'sha marosimlar juda ham qiziq, bizga ham qiziq. Boramiz, ularni tomosha qilamiz. To'y qilayotgan xonadonda marosimni bizdan-da chiroyli qilishadi. Jonli chiqadi ular. Endi biz juda o'shanchalik bo'lmasa ham, lekin xalqqa yetkazib beramiz. Buni yoshlarga ham yetkazishimiz kerak. Momolari qanday marosimlar o'tkazgan, bobolar nimalar qilgan. Mana chanqo'zlar chalish yoshlarga o'rgatyapmiz. Chanqo'z chalishga qiziqishyapti. Endi bu avloddan avlodga o'tib kelish kerak, to'xtab qolmaslik kerak. Biz xursandmiz avloddan avlodga yetkazib berayotganimizga. Aytish joizki, hisobot konserti milliy madaniyatimizni targ'ib etish, xalq ijodiyoti an'analarini asrab-avaylash va yosh avlod qalbida milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini mustahkamlashga xizmat qiladi.